Yo'q, Koreya. Mahmudjonda premyera. 13 soatga 60 ming yuan 13 soatga. Hozir 2 soat topamiz o'sha. Vaqt pulli Koreya. Har bir daqiqa vaqt pulli. Qiyinchilik bor. O'ta hollanib ketganman, to'g'risida. 6 yil orqaga qaytib qo'yganda bormi? Biz ustimizdan bitta o'zbek plov qo'ygan o'sha karisdan. Stresslar ko'p. Yig'lab olgan. Men orzu qo'ygan Koreya mashinani yeyman. Kelish kerak yo'q Koreyaga. Gapni ko'p qo'ygan ekansan. Ichimdan chiqayotgan narsa bo'lsa, haligi to'xirgan narsa emas. Sizlarga ham tavsiya qilasiz. O'zingizni tasavvur qiling, singlingiz. Instagram ko'rayotgan anaqalar real narsa kam. O'zbekistondagilar lekin ha bu maza qilyapti deydi, lekin bunaqa emas. Realni hayotda lekin boshqacha bu. Sog'onyapmiz, bu shunaqada, oson emas ekan musobaqachilikda. Koreyada masalan haftada 2 ishlab qo'ysangiz, haftalik 100 yetadi, yashab yurish yetadi. O'rganadigan narsalar juda ko'p. Uylarda Matiz bo'lsa, Nexia qilasiz, Nexia bo'lsa, Gentra qilasiz. Real narsa aytdim, to'q bunaqa narsa yo'q. İçimde bor narsa chiqardimiz. Ko'rish kerak, rakni bosish kerak. Rakni bosing dedi. Chunki chiqqaydi gapirib yubordim men. Duo qilaman ilohim, videoni ko'rgan hamma kerak ish nasib qilsin, Alloh. O'sha sizlar bilgan Dostonbekdan hozir sizlarga foydali bo'lgan bir suhbat olamiz. Bu hech qanaqa tayyorgarliksiz. Просто ko'pga ichib o'tirdik, hozir sizlarga foydali video chiqarishga harakat qilyapmiz. Shunaqa. O'shamani qachon kelgansiz Koreyaga? Fevralda 6 yil bo'ladi. Fevralda 6 yil. Shu nechinchi yil? 19. 2019-yil kelganlar. Shunda topiklarsiz kelgansiz. Hech nima. Karsani kasini bilmayman. Ha. Qanaqa bo'lgan o'sha qiyinchilik bor? O'ta hollanib ketganman, to'g'risida. Hozir unchalik boshda chunki o'zbeklarcha ko'p bo'lmagan. Ha. Ish topish o'ta qiyin bo'lgan. Ular ish yarim bunaqa so'rardim odamlardan iltimos qilganimni topolmaganman. O'sha paytda och qolgan kunlaringiz bo'lgan? Albatta. 13 soatga 60 ming yuan 13 soatga. 50 dollar ham bo'lmaydi, 45 dollar bo'ladi. Juda kam. Hozir 2 soat 3 soat topamiz o'sha pulni. O'sha paytda yangi tilni bilmayman. Necha joyda qo'l bor, qo'l ochilib bitar ishlaganmiz. Yo'q-a? Bu nima uchun? Tilni bilmaganimiz uchun. Ha. Xo'p, keladigani demak til o'rganish kerak. Albatta, tilni bilib kelsanglar, xudo xolasa yaxshi har tomonlama. Sizni kutib olaman degan akaxonlaringiz bo'lmaganmi? Bo'lgan, shu kutib olaman, bilashishga kelsang bo'ldi, paddeshga mendan degan, kelsam yo'q, hech kim yo'q-da. 6 yil bo'ldi, hali ko'rmadim bolalarni. O'zim mahallada o'zim katta bo'lgan akalar, ular kelsang bo'ldi, bilashishga kutib olamiz deganlar. Ko'rishmadim. Keldi, telefon qilganman. Bosh shahardaman, unaqa bo'lgan. Hamma ular Koreyada hamma o'zi uchun o'zi. Vaqt pulli Koreya. Har bir daqiqa vaqt pulli. Teguda ham yashagansiz, hozir Inchonda ham yashayapsiz. Qaysini tavsiya qilasiz misol uchun yangi keluvchilarga? Yangi keluvchilarga masalan agar til bilmayib kelsa, til nolib avval tilni bilib kelinglar. Tilni bilmay kelsanglar Tegu tomon yaxshi. Nimagaki pul kerak, kontrakt to'lash kerak-ku. O'zbek ko'p. Hali bir-birini olib chiqib turadi, ishga tanishib yurishga olib chiqib turadi. Bu shahar Inchon, Seul tomonlarda tilni bilmasanglar hech qayerga chiqa olmaydi. Boshqalarga ham boshqa narsa. Keyin Samushil degan videosi ham chiqdi. Nima? Videosi ham video. Bu Instagramga emas. Kerak kelsalar ham keyin ishlash kerak, pul kerak. Samushilga chiqadi, ish biladigan joyga chiqadi. Ayga chiqsang ham sizlarga zavod unaqa manzilni beradi o'zingizga. Manzilni berib, ashaga borasan sen deydi. U tilni bilmay qayerdan topib manzilni? Qanday yetib boradi? Borolmaydi. Bu Tegu tomonlarda o'zi Samushilga borib, olib ketadi. Sen bo'lsa, sen deb boshlanib olib ketadi. Shu tomoni plyus. Shu internetda misol uchun nima uchun siz ham biz ham ko'proq pozitiv tomonlarni olib chiqamiz? Sababi bormi shuni? Sababi bor. Agar realni Koreyani olib chiqsam, olib qo'ysam, O'zbekistonlik so'kadi meni. Meni motivatsiyam o'zing borib olib, o'zing borib meni motivatsiyamni o'ldiryapsan, nima qilyapsan dedi. Bu ba'zi o'ta maqtab chiqarsam, Koreyadan so'kadi. Real narsani. Xullas kesanglar bilasiz hamma narsani. Muhimi mana ochiq hozir Koreya haqiqatlari aytilmayapti. Orzu qildinglar ham kelinglar. Masalan, men ham uyimda mashina sotib, masalan, boylar bo'lasizmi, oddiy odam bo'lasizmi? Uyda mashina sotib, qarz kurs qilib, 13 ming ketgan o'sha paytda menga. Biroz uylarga tinch olib kelganman Koreyaga. Shunda bemalol hamma yo'q chiqargansiz. Qiyinchiliklar ham bo'lgan. Albatta, uni chiqargancha ancha qiyinchilik bo'lgan. Chiqara olmaganlar ham bormi hozir? Ha, bor. O'sha paytda ular ishbat ushalib qolgan bolalar bor. Ishbatni ushlash mumkin emas o'zi. Ash ketib qolganlar bor. Chiqara olmaganlar bor. U xavf ayni ketganlar bor. Koreyaga keladi, ko'pchilik boshlamani yuradi o'zicha. Men aytmayapman. Yo'q. Siz o'qiysiz. Toza. Koreyada shunaqa, yo o'qish kerak, yo ishlash kerak. Menimcha o'qiydi, haqiqatan osmon o'qiydi bu. Yo ishlash kerak, adil ishlash kerak-da, to'g'rimi? Masalan, o'qib shunaqada yo pul yig'olmaysan, yo yaxshi o'qolmaydi. Masalan, o'rtacha o'qisa, topgan pulni kontrakt yo'llaydi, bo'ldi. Uyga chiqarsa 560 ming chiqarish mumkin.
rasman o'qisa, u o'qib, normal kelajakda yaxshi ishlasa bo'ladi. Shunda pul qilmoqchi bo'lganlar nima qilsin? O'zbek birodarlar, ukalarimiz ko'p soqol uchun keladiganlar bor. Soqol uchun keladiganlar ular Ishchi viza yaxshimi yoki ishchi viza yaxshi. Hozir lekin ishchi viza tanlov o'quvchi qiyin bo'ladi. Tanlov yoki kerak ishga kelishadi, sizlarni boshqa joyga atkazib ketishyapti. Tanish haydatda men bizlarda ish bor, 3 ming dollar, 2 ming dollar dedi. Ashaga ketaveryapti. Keyin uje zavodlar ashanga o'zbeklar kam olyapti hozirgi paytda. Shu sabab o'qishga kelsalar, masalan, maqsad ishlashmi, oddiy o'qishga kelsa bo'ladi. Kasbiy ta'limni boshqa. Maqsad o'qishmi, normal o'qishga kelib, yaxshi o'qisa kelajakda yaxshi bo'ladi. Maslahatim yaxshi o'qishga kelib, birinchi o'rin tilni o'rganinglar. O'zim afsus qilaman, 2 yil til kurs o'qiganman, lekin yaxshi til o'rganmagan o'sha paytda. Shunga shunaqa afsus qilaman. Agar 6 yil orqaga qaytib qo'ygandim bormi? Til o'rganardim, adushim bor. Chunki o'sha payt tayyorlashamaganda. Til kursda 5 kun o'qish, tekpay chiqib pul topganmiz, topgan pulni uyga chiqarmaganmiz, kontrakt to'laganmiz. O'z kontrakt masalan o'sha pul ham kontrakt to'laysiz. Ishlamasdan kontrakt to'laysiz. Uni o'qib turib, naqsa yaxshi to'langan kontrakt bo'lgan bilingiz. Tayyorlashaman ekan. Koreyada masalan Koreyada qolishingizga yoki Koreyada yashashingizga nima sabab misol uchun asosiysi nima sabab? Bizda masalan o'zimizda topilmaydigan yoki bizdan ko'ra yaxshiroq bo'lgan qanday afzalligi bor biz davlatga nisbatan? Koreyada yashash yaxshi. Endi pul topadi o'zingiz bemalol maslahatlashib bo'lsa bo'ladi. Keyin hamma qonun qoidalarda, birov urib keta olmaydi, so'yib keta olmaydi. Adolat. Qonun, adolat ismda emas, qonunda bor Koreyada. Shunaqa qonun qoida kuchli. Masalan, o'zimga 6 yil bo'ldi O'zbekistonga ketim kelmayapti qonun qilsa. Men yoki o'rganib qo'yganman balki. Yaxshi pul topib, yaxshi kiyinib, shunaqa mustaqil hayotdan. Lekin oson emas mustaqil hayot kelguncha anchagina qiyinchilik bo'ladi. Vaqt shunaqa tez o'tish hamma aytadi Koreyada. Shu narsaga o'zi mana 6 yil bo'libdi. Nima qaraysiz va Koreyaga borsam qilaman deb kechiktirayotgan ishlar, misol uchun ingliz tili o'rganish yo boshqalarni O'zbekistonda qila oladigan ishlarini Koreyada qilaman deydi. Shunda kelgandan keyin qanaqa darajada vaqt bu yerda tez? 6 yil sizda qanaqa o'tdi? 6 yil 6 oyda o'tib ketdi, tushunarmi? Vaqt o'tdi tez. O'sha paytda men o'ylaganman, Koreyaga borsam, Koreyada karstil o'qiyman deganman. Men Koreyaga borib o'qiyman, xotirjam deganman. Qayda o'qiysiz balkindan ishlash kerak, ishlarga miyaga narsa kerakmi, kirmaydi miyaga narsa. Bas o'qiydigan O'zbekiston tili zo'r o'rganib keldi. Koreyada unaqa qiyin. Koreyaga borib qilaman, unaqa qilaman degan narsa Koreya juda qiyin. Kelishga necha yoshi, siz necha yoshdan u yog'ini to'g'ri deb hisoblaysiz? Masalan, 16-17 yoshliklar kelsa ham yaxshimi yoki necha yoshdan kelgani yaxshiroq? 16-17 o'sha yoshda endi, masalan, o'zim 19 yoshda kelganman, o'sha paytda qiynalganman lekin. 19-20 yosh, 18 yosh kelsa bo'ladi. 16-17 ancha. Lekin stresslar ko'p. Yaxshi masalan O'zbekistonda anaqa emas, bayda hech kimdan og'riq olsangiz ham ota-onangizni qaysiz, masalan yaqiningiz masalan men bir kun bu qarashim ertasi ishim bor meni. Qaramayman, ular shunaqa o'zing uchun o'yladim Koreyada. O'rtog'ingga boshqa hammasi o'zing uchun. O'zing harakat qilmasang, birov senga harakat qilmaydi. Otilib qolgan vaziyatlaringiz bo'lganmi? Ishga chiqib pulini ololmay. Unaqasi o'zbeklar ko'pincha o'zbeklar shunaqada. Bitta aka o'zbek ish topgan kelgan paytimizda biz bosh shaharga borganmiz, biz ish bo'yicha. Bizga ular ob'yomni ishlagan, ob'yom degan ular bir kunda qancha ish ko'p qilsanglar o'shuncha pul beradi degan. Bizga o'sha paytda 200 ming deganda, ob'yom deganda biz borsak kuniga 80 ming ekan. Biz ustimizdan bitta o'zbek pul olib qo'ygan o'sha karisdan. 200 dan olib demak, taxminan bizga 80 ming yondan bergan, u qo'ygan o'zbek olib qo'ygan ekanmiz. Ishlab bir kun ishlaganmiz, shu pulni ola olmaganmiz. Ular tiyinsiz qaytganmiz, qarchi. Bosh shaharga. Yomon bo'lgan. Nima sabab til bilmaganmiz o'sha. Nima til? Hech narsa murojaat qila olmaysiz. Karsga borib gapira olmayman. Bitta qilib tushunmaydi karsi. Karsam nimasi unaqa. Ingliz tili ham o'qishda o'tadi, o'qishda dars o'tadi. O'rtoqlar bo'lsa ashtan o'tadi, lekin tashqarida, ko'chada lekin yashashga kars til kerak albatta. Hech bo'lmasa 3 to'p 2 to'p bo'lish kerak-da murojaatlar qilganmi? Kontrakt boshida to'lab kelishsa, misol uchun 6 oylik, keyingi 6 oylik necha pul bo'lsa, o'zini eplab keta oladi, misol uchun endi taxminiy hisoblasangiz endi. Taxmin masalan necha pullik kontraktgacha kelsa to'g'ri. 2,5 million, 2 million 700 bo'lsa, bu da 2000 dollargacha. 2000 dollargacha bo'lsa, 6 oy to'lasa, naqsa bo'ladi, to'lasa bo'ladi endi. Ish pishtoq pulni to'plab. Ishlash ham danga solmash kerak-da, bilasiz. Koreyada masalan ertalab turib sovuqda. Uncha biroz qilolmaydi o'shda. Samochilga 5 dan 5 yarim samochilga boramiz. Biz velosipedda qatnaganmiz shu payt avtobusga pul anamasda.
Dangal solmash kerak uchun harakat qilish kerak. Ko'pchilik ishtallaydi, unga chiqaman, bunga chiqaman deydi. Qayda ochiq qo'yaylik bo'yga chiqadi. Ha. Biz ham boshiga unga chiqaman, bunga chiqaman deydi. Ishlar og'ir, Abdushin. Men masalan gapni ko'p qo'ygan ekansan. Ya bosish kerak-da. Hozir Koreya haqiqatlari bu maxsus video, hech qilinmagan. Ichimdan chiqayotgan narsa bo'lsa, haligi to'qolgan narsa emas. O'zim birinchi kelganman, ular tekpaga chiqqanman tekpaga. Tekpaga inamni ko'rganman o'zim. Tekpa bu bilmaydiganlar uchun yuk yuklash yoki tushirish furadan. Pochta desa, oddiy naqa kartonlar uyga oladi o'ylaganman. Oddiy narsa qopda keladi. Ular 1 kilo narsadan 30-40 kilo narsaga keladi-da. Uni ular fura oladi. 20 nechtacha fura qiladi bir kunda? 8-9 pul oladi. Ha, 8-9 furani bo'shatish yoki to'ldirish bo'ladi. To'ldiradi. Bu degani ular lenta bo'ladi, lenta keladi. Ha. Orqaga kelaveradi-da. Agar siz tamom qolsangiz 2 minutcha men to'lib ketadi. Yo'qdan boshqa yashdi u ketadi. So'kinadi. Chiqib yig'lab olgan. Men orzu qilgan Koreya mashinada yeman. Iloji yashashga pul kerak, pulga ishlash kerak. Soatga qarasa soat o'tmaydi. Vaqt o'tmaydi, shunday ular qiyin bo'lgan. Lekin shunaqa holatda ham dam olish berishi misol uchun bor-a? Ha, obed payt dam beradi. Ha, tanaffus beradi. Obedda beradi, qo'ygan payt dam bermaydi. Hech kun keladi, dam beradi, o'sha payt dam oladi, qo'ygan payt. Endi ular harakat, hammasi harakat qilsa bo'ladi, masalan, harakat qilsa, masalan, biz ham yangi paytda bilan hozirgi holatimizni qarasak, xudoga shukr, yaxshi, yo'q emas. Ancha rivojlanib o'tish bo'lyapti. Hamma mana blogerlikka, boshqa Instagram yuritishga qiziqib ketyapti. Koreyada shu imkoniyat yaxshimi va misol uchun siz ham qanot kirib qolgansiz bu sohaga va shu narsadan afsuslanmaysizmi? Afsuslanmayman. O'zim oldindan prosta qiziqish bo'ladi. Men montajlarga o'zi uyatchan bo'lganman oldin. Juda uyatchan. Qizarib bitardim, video olaman deb kameraga qarasam hayajonlanib bitardim-da. Keyin ular qiziqishgan, ular orada stress qoldi, ular siqilib qoldi. Ash sababdan Instagramga kirib qoldim, o'zim bilmasdan. Video qo'ydim, video rekka ketib qoldi. Ashlarga qiziqish bo'lib tashlamas, olib keldik boshida masalan, to'g'rimi? Masalan, video hech kimnikiga chiqmaydi boshida. Chiqmay qo'yadi, tashagan o'zi bo'ldi, yig'ishtirma degan paytlar bo'ladi. O'sha paytdan xudoga shukr yig'ishtirmadi. Masalan, ko'pchilik to'xtatib yubordi biz boshlagan paytda. Keyin biz boshlagan payt yangi haligi boshlaganlarniki rekomendatsiya chiqmas. Hozir yangi boshlaganlar ham 10 mingdan oshiq prosmotr bo'ladi. Kim bo'lsa rekka chiqaryapti. Ya'ni bu Instagramda katta pul topib bo'lmaydi hozir. Ayniqsa Koreyada katta pul topib bo'lmaydi. Prosta hobbi va o'zim ishim bor. Bu Instagram hobbi, qiziqish ham shu endi. Tirikchilik chiqib turadi. Biznes qilsa yaxshi. Biznesga shu. Rivojlanish shu yaxshi Instagram emas, shu boshlayotgan yangi blogerlar ko'paysa ko'pchilik yoqtirmaydi-yu. Shularga siz qanaqa fikr bildirasiz? Ko'paysa yaxshi, hammaning o'zining yo'nalishi bor. Masalan, Mahmudjon o'zining yo'nalishi bor, foyda, mening yo'nalishim bor. Hammaniki o'zining odam bor. Masalan, meni yoqtirgan odam meni yoqtiradi, uni yoqtirgan uni yoqtiradi. Shunaqada. U yo'ldagi menga o'tmaydi, meniki yo'q o'tmaydi. Hammaning o'zining odam bo'ladi. Qancha ko'p bo'lsa, ko'proq ma'lumot olish mumkin. Shu. Masalan, kimgadir foydamiz tegadi, biz ham zararimiz tegmaydi. Xudo yosh hammaga foydamiz tegadi. Biz kelishimiz olib, bunaqa blogerlar bo'lmagan. Men Koreya haqida tushuncha bo'lmagan tushuncha. Вообще bo'lmagan men. Faqat Instagram başta yo'q edi, 18-19. Koreya borsa nima qilaman degan bo'lmas. Hozir masalan O'zbekiston turib ishlayapti hozir. Mana boshqa shu ishda ishlayapti, unaqa qilaman. Shundoq foydali, haqiqiy video olinyapti. Shunaqa payt obunachilar nima qilish kerak? Ko'rish kerak-da, like bosish kerak. Like bosing dedi. Podдержка qilish kerak-da. Bloger ko'payibdi deb yangiga chiqqanlarni hali ustidan kulmasdan, bizni ham vaqtida masalan ustimizdan kulganlar bor, negativ yozganlar bor. Lekin hech narsaga qaramay qilaverish kerak ekan. Biz kesali bloger ko'payib ketyapti, kerak qiladi. Nima, uni hamma ham qilolmay yursan u. Selozida hamma chiqib ekranga chiqib gapirib o'sha shuncha 150-200 mingdan podpischik yig'ish oson emas o'zi. Biz mana bu xalat o'yin qilmayapmiz, realni haqiqatlar chiqib video qilyapmiz. Buncha odam yig'ish, buncha prosmot tanilish ham oson emas bu. Hamma ham ketolmaydi. O'sha gapiradi-da, o'zi bloger ko'payapti, nima bo'lyapti dedi. Men ham ko'payishiga qarshi emasman. Naborot, qancha ko'p bo'lsa, ko'proq ma'lumot ko'proq yetib boradi odamlarga. Qancha ko'p bo'lsa, raqobat ko'payadi, odam kuchayadi, o'zini ishlaydi. Raqobat ko'paygan joyda o'sish bo'ladi. Biz boshlaganda ko'p emas edi. Kamdan kam edi. O'sha paytda hamma eng ko'p 20 ming 30 ming podpischik bo'ladi. Shunaqa. Eng ko'p odamlar edi, to'g'rimi? Real raqam. Hali 100 mingguncha bormagan. 100 ming hech kimni yo'q edi pastda. Unaqa yangi boshlagan paytda. Endi hozir masalan o'sish bo'lyapti, harakat qilyapti, bo'lyapti. Koreyada blogerlar ko'paygan yaxshi masalan, zarar bo'lmaydi. Va sizga mana qiz bola tanishlaringiz ham bor, o'zbeklardan, o'g'il bolalar ham. Qizlarga ham tavsiya qilasizmi?
Koreyani. Qizlarga Va qanday kelishini tavsiya qilasiz? Masalan, o'zingizni tasavvur qiling, singlingiz kelmoqchi, xohlayapti. Shunda nima qilasiz? Men sen o'zing jigga soqoli kelsa, men o'zim sinimga jigga soqoli kelsang keladi. Jigga soqoli kelsa yaxshi. Grant orqali. Grant, lekin oddiy yillarmi to'g'risidan menga shunaqa esimiz olishadi-da. Koreya masalan, bizni ko'p odam yozadi, ko'p odam taniydi. O'zbekiston ota-ona yozadi. Bolamga kitob o'qish qo'ying, nima qilish qo'ying. Rostdan-da juda ko'p odam yozadi. O'zbekiston ota-onalar yozadi. Koreya kelinlar yozadi. Men ham shunday bo'lganman, yozganman kimlarga. Biz qiyin qiz bolaga ham ketib olganlar tanishlanmagan, Koreyaga qiynalib ketib olganlar ko'rganman. Seulga kelsa qiz oshxonada ishlaydi-da. Oshxonada ham ish osonmi, pastimoy kuyadi. Ko'p harom bo'ladi. Ha, juda qiyin bu. Chekasiga kelsa, masalan, o'zining qayerdan puli bo'ladi. Ishlamasa ham, hayotsa bo'ladi. Ha. Qolgan tomonlama qiyin. Instagram ko'rayotgan anaqalar ja real narsa kam. Instagramda hamma masalan biz ham mana shu o'tirgan joyimiz ko'rsatyapmiz. Men ishga chiqamiz, bular shunaqa. Bu real Instagramda ko'p narsa Qasa bloger bo'lmagan odamlar ham qo'yayotgan rasmlarni hammasiga ham har doimgi holat emas bu narsa. Har zamonda chiqqan narsasini qo'yib qo'yadi. Ko'chaga chiqadi, video anaqa bo'ladi, o'sha hafta davomida qo'yib yuradi. O'zbekistondagilar lekin ha bu mazza qilyapti deydi, lekin bunaqa emas. Koreyada shunaqa stress, o'y fikr ko'p. O'zim kechasi siqilib qolaman shuna o'y fikrlar o'ylab. Koreyada biz dunyo qarash qancha o'zgaraverar ekan, pul topgan sari siqilish ko'payib boraverar ekan, odamda. Oddiy yashamay qolar ekansiz. Eng yomoni, eng yaqinlaringizdan, oilangizdan uzoqda mana siz masalan 6 yil, men 3 yil vaqtimiz o'tib ketdi. Alam qiladi shu narsa. Sen bular masalan O'zbekistonda ota-onamizni naqas qilolmayapmiz. Sog'onyapmiz. Bu shunaqada oson emas ekan misolchilikda. Sen O'zbekistonda masalan ko'pchilik maqsad pul topish keladi. Agar O'zbekistonda ishingiz bo'lsa, masalan 1,5 ming toptirsangiz kelish kerak yo'q Koreyaga. Hozir Koreyada ham oson emas. Ish uchun kelmoqchi bo'lsangiz, ish uchun Koreyaga kelmoqchi bo'lsangiz, 1,5 ming, 2 ming dollarga chaqirsangiz kelish kerak yo'q. O'zbekistonda agar o'qish bo'lsa, kelinglar, o'qish o'rganish uchun kelish kerak. Bunaqa juda ko'p o'qiyman degan odamlar, o'rganadigan narsalar juda ko'p. Imtiyozlar juda ko'p. Yo'llar ochiladi har tomonlama. Boshqa davlatlarga chiqasizlar. Yana bitta savol. Har xil masalan konsaltingga bor, har xil yo'l bilan kelishadi. Masalan, o'g'il bola deylik, maksimum necha pulgacha xarajat kelsa arziydi Koreyaga kelishiga. Masalan, siz necha pul sarflagansiz? Endi u paytda qimmat bo'lgan. U paytda ko'p sarflaganman. Hozir mana 6 ming, 5, 6 ming, 7 ming shunaqa bo'lsa qoplasa keladi. Undan ko'pi ko'p. Qiyin-da. Uni chiqarib olguncha qiyin bo'ladi-da. Keyin konsalting ko'payadi. Mayli ko'paysa, unaqa emas masalan. Raqobat ko'payadi, lekin ko'pchilik ichida yolg'on narsa ko'p bo'ladi. Borsang ish topib beraman, unaqa qilaman, bunaqa qilaman, lekin bagi kelib turib pulini olib qiladi, ish topib bermaydi bo'ldi. Ular ko'p bo'ladi, eshityapti shu narsalarni. Biz Koreyaga jo'natib qo'ysa bo'ldi, ko'pchilik jo'natib qo'ysa bo'ldi, qolgan ishi yo'q. Lekin O'zbekistonda dokument qilish uchun siz borsangiz bo'ldi, siz bilan biz shug'ullanamiz, ishingizni topib beramiz, unaqa qilamiz, uy solib beramiz. Koreyaga unaqa ish plan yo'q lekin. Shuning uchun shartnoma qilayotganinglarda yaxshilab tanishib chiqinglar, nimalar qilib beradi. Va'da bergan narsasini bajarmadimi, sizni obunachingiz 10 ta bo'ladimi, 100 ta bo'ladimi? Shu narsani chiqarish kerak-da. Aytish kerak, shunaqa bo'ladi. Ko'p eshitdim, masalan, o'zim ko'p ish yozib. Chunki siz qilgan xatoni boshqalar qilmasligi uchun siz harakat qiling shu narsani yetkazishga. Bolalarni qiziqtirib endi ish topib borsangiz, ish topib beraman, nima qilaman, buna qilaman deb deydiganlar ko'p ekan. Berayotgani ham bo'lishi mumkin. Kelar bo'lishi mumkin, lekin menga shu biringiz ko'chada ko'rib qo'yinglar, shunaqa aytdi. Siz misol uchun to'g'ri siz ish ko'pchilikka topib bergansiz deb eshitganman, lekin va'da bera olaysizmi? Qiyin-da, to'g'rimi? Masalan, men ham bo'sh o'rin bo'lsa boshqa aytadi, doston ish topib ber, odam topib ber deydi. Bo'ldi, men istorya qo'yaman, bu shu. Boshqa o'zim masalan harakat qilsa bo'ladi, lekin hech kim va'da bera olmaydi. Bera olmaydi-da. Masalan, biz ham ustimizda boshqa aytadi, odam kerak deydi. Bo'lsa aytamiz bolalarga. Endi qo'ldan kelgancha masalan maqsad beramiz, ko'chada ko'rib qolsang qo'ldan kelgancha maqsad berib, shunaqa qilsang to'g'ri bo'ladi deymiz. Shu. Staji bor-da, mana shuncha 6-7 yillik kariyani ko'p narsani ko'rib qo'ygandan keyin staji bo'ladi. Har tomonlama odamlarga foydasi tegsa yaxshi. Shuncha suhbatning ichida hozir zo'r temalar bor edi. Agar reklama bo'lganda shu joyda zo'r reklamalar ketardi. Bu joyda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin. Afsuski pulingiz yetmaydi. Chetlab o'tamiz endi. Shunaqa endi orzu qilinglar, kelinglar. Maqsad oldinga qo'yib, til o'rganib, kechanglar o'rganishga yaxshi, yomon joy emas. Musofirga chiqqandan keyin ko'p narsani tushunib o'tasizlar o'zi. Katta hayotga qadam qo'ygan bo'lsa-da, juda ko'p narsani tushunib yetib,
fikrlashing o'zgaradi, dunyoqarashing o'zgarib ketadi. Yaxshi kelsin. Yomon tomoni yo'q. Bu bolalarga yomon tomonaqasi yo'q. Keyin kelib turib ko'p bolalar aytadi, aynib ketadi-da, qizlar maqsadini unutib qo'yadi. maqsad xullas nima maqsad qilgan bilmay qoladi. Yo ishlamaydi, yo o'qimaydi. Avval qiz topoladi. Masalan, haftada bir kun ishlab qo'yadi. Masalan, Koreyada masalan haftada 2 kun ishlab qo'ysangiz, haftalik 100 yetadi, yashab yurish yetadi. Da qizlar qiz topadi bata, ashim aylanadi, ayotadi. Balki kunsa bo'ldi kerak. Menda shunaqa naqalar ko'p bo'lganda, xullas bolam umuman pul chiqarmayapti. Ko'p ishlayman qilganim uchun bolam 5 odam, bolam bilan naqmayapman, gaplashmayapman deganlarim bo'lgan. Bo'ladi. Koreyani to'g'ri bering deganlar bor, to'g'ri berganlar ham bo'lganda. Balki ular aralashib qo'ygan shunaqa narsalar. Chunki Koreyada yomon narsaga aralashib qolish juda anaqa. Masalan, ichki chekili juda arzon. Ichki anaqa, ichki dindan uzoqtirishga bu yerda muhit yaxshi emas. Muhit yaxshi emas, aynib ketish uchun masalan muhit yo'q. Kelishdan oldin ozgina bo'lsa ham tushuncha qilib. Shu muhitdagi chata haqiqatan. Masalan, yomon bolalar qo'shilib qolsanglar, ashlama yurib qiziqib ko'p narsa atrofga bo'ladi. Atrofingiz yomonmi? Bo'ldi, ashingga aniq qo'shilasizda, majbur. Birga yashang, birga yuribsan, davay ketdi klubga deydi. Ketdi, birinchi marta deydi. Shundan ketaverasiz. She'riyman, she'riy ketaverasiz. Atrofinglar yaxshi bo'lsa, atrofdan ketaverasiz. Sizlar kutamiz Koreyada aqllar, kelinglar, kuzatishda davom etinglar, like bosinglar. Intervyuga ham ko'p gapirib yubordim o'zi, gapim to'liq qolgan ekan. Muhimi foydali. Foydali haqiqatdan. Qayerda eshitmagan, menimcha haqiqatda Koreyada haqiqat. Real narsa aytdim, to'q naqa narsa yo'q. Ichimda bor narsa chiqardim men sizga. O'zi ancha men intervyu beraman deb kimga nima narsaga kelmoqchi bo'lgan, qaysi yo'l bilan kelsanglar ham shu videoni ko'rsanglar va Koreyadagi ko'rib turganlar ham O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ysanglar, sizlar aytgan nima deydi, mana bu haqiqatlarni siz ayta olmayotganlarni yetkazishimiz mumkin sababchi bo'lib va bitta narsa O'zbekistondan ko'pchilik yozadi-yu, SMS-imga o'qimayapsan yoki telefonimni olmading yoki telefon jo'nat, pul ber, shunaqa narsalarga nima deysiz masalan? Umumiy qilib gapirsangiz-da. Birinchidan vaqt kam. Masalan, men uyimdagilar bilan kam gaplasham hozirda. Olaymi tur? Gapiraveraymi, joyi yo'q ekan. Yo'qchi, vaqt kam Koreyada vaqt bor, vaqt problema. Masalan, uyimdagilar bilan kam gaplasham hozir, vaqtim kam bo'lgan. O'rtoqlar bilan juda kam gaplashaman. Pul osonlikcha pul berib qo'ymaydi Koreyada. Karslar ham normal ishlatadi, $100 to'g'ri $100, lekin ashingga yarasha ishlatadi. Просто kuniga $100 beraman degan narsa yo'q. Abdush pala qilib, Abdush ishlatadi, keyin pulingizni beradi. Keyin ba'da ham o'z rasxodlar bor, yeb ichishlar bor. Qanaqasi ko'p-da o'zi. Ortiqcha pul kimda bor, ortiqcha pul hech kimda yo'q endi hozir. Telefonlar, masalan. Telefonlar ham qimmat. Pashta O'zbekistonda bir xil telefonlar. Ha. Qachonki Tangin degan OLXga o'xshagan eski sotilinadigan narsada arzon chiqib qolishi mumkin. Keyin topganingizni qaraganda arzon xolos kerak. Topganingizni qaraganda telefon olsanglar bo'ladi, lekin kamera oldin bir yoshliqqa musulda telefon chiqarganman, to'g'ri? Ha. Endi oldin masalan, boshida ishlab qoladi, lekin haligi ishlatib bo'lmaydigan eski telefonlar bo'ladi, to'g'ri? Shunaqa. Koreyada telefonlar qimmat. Ha. Shunaqa kelsanglar yaxshi rivojlanib ketasizlar. Masalan, uylarda Matiz bo'lsa, Nexia qilasizlar, Nexia bo'lsa, Gentra qilasizlar. Shunaqa o'qisanglar yaxshi o'qib ketasizlar. Keyin ko'pchilik aytadi, nimaga anaqa ko'p savol beradi-da. Nimaga davlat anaqa ofisda ishlamaydi-da? Kam beradi. Ofisda kam beradi. Menga ko'pchilik yozadi, ofisda ishlamaysiz anaqa deydi. Chunki menga ham kompaniya anaqa chiqadi-da, O'zbekiston chiqadi anaqa. Ularda anaqasi kam oyligida. Oyligini ishlagandan ko'ra biz o'zbeklarga nima kerak? Pul kerak. Qiyin bo'lsa ham ko'p pul olishim kerak deydi. Ashunga ko'pchilik qora mehnat qiladi, qora ishda ishlaydi. Uni puli ko'p bo'ladi, soati kam bo'ladi. Bitta sabab shu, lekin boshqa sabab yo'q menimcha. Maqsad pul olgandan keyin shu qiyin bo'lsa ham yaxshi anaqada ishlab, og'ir bo'lsa ishlab pul olgan yaxshilar. Zo'r. Hunar o'rganib kelishsizmi? Ha, masalan, agar mobilograf bo'ladi. Agar somsapasmi, agar Novoy bo'lsa ham bor, atush bitta Novoylar bor. Novoy, oshxona, povur bor, Koreyada povur topish juda qiyin povur. Ishini bor, 100 ishini topa oladi. Povur bo'lsa, Novoychilikning qasdidan hunari bo'lsa bor, so'rish topa oladi. Mobilograf ham mana hozir 3,5 million ishlayapti. Yaxshi bunaqa ham so'rish topyapti bunaqa. Nima bilsanglar yaxshi. Shu naqa kelib hayot o'zingizlar ko'rasizlar, Koreyani. Jaslar orzu qilganda bunaqa emaslar. Hamma joy baland bino emas. Eski joylari ham bor, eski naqalar bor, shunaqa emas. Internetda yo'q, naqasi ko'p, past baland ko'p. Lekin men qo'shimcha qilaman. Menga Koreyani
qisqa ta'riflang deganda eng asosiysi erkinlik, erkinlik, adolat. adolat birinchi o'rinda. Ha, katta ehtimol. Men bilganim endi. Koreysning hammasi ham zo'r bo'lmasa ham, lekin agar ishdan tashqari ko'rgan koreyslar yomonimi, yaxshisimi sizga yomonlik qilmaydi hech qachon. Yomonlik, behuda yomonlik qilmaydi. Keyin salomatlik muomalasi juda zo'r. Oshxonalarga kirsangiz, bunaqa hurmat qilib beradilar. Sizni narsangizga e'tibor berish mumkin, lekin bu servisda, ya'ni bankda, mana bu kafelarda sizni hech qaytingizga qarab o'tirmaydi, hammaga yaxshi gapiradi, majbur bo'ladi. Kechasi anaqasi qilmasalar, men o'zim ish paytida bankka borganman, bankga borganman, umuman odam anaqa qilmaydi. Shu ishda boshqa yurib, boshqa ketaverib, olib ketib qolardi. Bankga borganda O'zbekiston unaqa emas, telefonga qarab, unaqa qarab. O'zbekistonga borganimda shu muomalalar juda qo'pol bilindimi? Birinchi somsaxonaga kirsam, shunda qo'pol muomala qilyapti. Xaridor meni umid bo'lib qoldim. Nima, nechta o'tirib turing. Sensoragani g'alati bo'ldi. Keyin sizlar xaridor mana keling mana qiladi. O'zi xijolat bo'lib qolasiz, joyda bor. Shunaqa muomala qilgan ekan, oddiy odamga deb qo'yadi. Biz yo'q joydan emas, bor narsani aytyapmiz endi. Shuncha nima haqiqatni aytganda endi bu narsani ham qo'shimcha qildik. Ya'ni bu yerda biz bekordan bekor kelib qolmaganmiz. Bu yerda yurishimizga ham sabab bor. Ya'ni bizga yoqqan, bizga kerak bo'lgan narsalar ham, erkinlik, shunaqa tomonlama ham yaxshi. Bitta minusi oiladan uzoqda, shu vatandan uzoqda. Anaqa bo'lganda birinchi xolos bankka borganman-da. Hop. Bankka xolos birinchi ochishga men kirib qo'yganman-da. Eshik ochishga men kirganman-da. Kirsam xolos hammasi turib salom bergan nimaga? Birinchi kirgan odamga shunaqa qilar ekan, bilmayman. Eshikni ochishga men kirganman, hammasi salom bergan. O'zim qizolatib ketganman, nima o'ylabdim? Yo'q, menchalik birinchi kirgan kishilarga shunaqa qilarmikan bilinmayman, lekin shunaqa o'zim xatib ketgan bor. Banklar oddiy ishchilar, bayda oddiy ishchilarda bizda O'zbekistonda banklar endi boshqachadan qiladi, masalan, ishini qilib. Ular ham o'qigan lekin. Bayda karada o'ta ishida shunaqa muomalali bor, shunaqa muomalali. Anaqasida zo'r gapiradi lekin. Erib ketasizlar muomalasiga bor. Yana bitta narsa kelganda ko'pchilik mana pravas moshina olish, shunaqa narsalar. Yomon kelgan, noto'g'ri narsa bo'lib aldanib qolish, shu narsalarga ham bitta yana qo'shimcha qilib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hozirgi kunda ko'p bo'lyapti. Masalan, oddiy misol yaqin bittasi chiqdi aloqaga menga. Real narsa bu. Yo'lchi kelayotgan dokument bo'lmagan, ularda yosh bola kelib turib, Spark mana mashina kerak. Yo'lchi mashina arzon-da, arzon mashina, bir oy ishlab keyin borib Tesla'ni qo'ygan, Tesla mashinasi bor. Tesla'ni solib qo'yganda, ana senga anaqada, jackpot. Lotereya 15 million jarima chiqarib bergan bolaga. U bola qochib ketib qolgan boladan. qochgan. U sirat qochib olgan, kamera va yuzi. Koreyada qochib qutula olmaysiz. Sirat borib ushlab kelgan. 15 million, 10 million jarima chiqqan bolaga. Hech nimasi qo'g'im qilib bermaydi, dokument bo'lgan, qo'g'im qilib berardi. Kelayotganda mashina bo'ladi. Men masalan yuribman 6 yil mashinam yo'q. Yursa yashasa bo'ladi. Ehtiyoj bo'lsagina, o'shanga tayyor bo'lsa, ehtiyoj bo'lsa-ki, staj bo'lsa-ki, olsa bo'ladi, lekin qiyin kelayda mashina ko'p bo'lsa, bilolmaydi temir. Shunaqa. Men ham masalan urildim. Lekin yaxshi. Endi 2 yil o'tib olganman, mashina 2 yil o'tib olganman. Haligi men haligi 100% aybdor bo'lmaganim uchun yaxshi. Dokumentim ham zo'r bo'lgani uchun muammo yo'q. Masalan, ehtiyot dokument chatalar urib olyapti, depot qo'yganlar bor. Shtraplar bor, stress, qanday anaqilar, ko'p narsa bo'lgan. Bez dokument qilib yurib, masalan, men yursam bo'ladi, lekin kerak emas mashina. Ko'pchilik qiziq oladi, deb turadi, stories qo'ysa bo'ladi, Instagramda stories qo'yib qo'yadi, o'rtoqlar ko'p, maza qilib yuribdi-kanda, qayda? U rent bo'lishi ham. Rentkalar bor, degan rentka bilan. Tanib qo'yib, endi shunda Instagram nima? Instagram faqat hozir paytda shunaqa shu narsalarni qilyapti odamlar lekin. Realni hayotda lekin boshqacha bo'ladi. Shunaqa. Shuncha gapirib yordik. Agar shu video yoqqan bo'lsa, reaksiyalarni bomba qilib haligi bildiringlar bizga. Agar shu nima deydi, yo'nalishdagi ham foydali bo'lsa, shunaqangi foydali suhbatlarni yana boshqa qo'shimcha sheriklar bilan, mehmonlar bilan birga rejasiz, haqiqiy, real anaqani suhbatlarni sizlarga ko'rsatishimiz mumkin. Hozir o'zimiz ko'p turdik. Shuni gapchiga video qilamiz. Bo'ldi, tayyorlanmagan narsa yo'q. Sizlarga prosta foydali bo'lish uchun haqiqiy Koreyani birga gaplashib aytib berish uchun yoqdik. Biz ham sizlarga oddiy odam emas, lekin tumandamizda, haligi biz mashinik ot narsa yo'q, biz oddiy sodda bolalarmiz. Sizlarga o'shanga o'zimiz ko'rishganda bilasizlar o'zi biz bilan ham. Sodda bo'lsa o'zi qo'yib boqib, mol vaqtda o'rgan emas, o'zingizda. Bunaqa haligi o'ta shustalik bo'lib turib, haligi odamlarga qarab ko'ziga qarab aldab qo'yadigan bola emasmiz-da. Masalan, sodda bolamiz, sodda bir
tumanni bolasi yaxshi odam farzand shunaqa bo'ladi. Yomon narsa chiqmaydi, Xudoga shukr. Shu bor narsa aytyapmiz, ukamiz, akamiz deb sizlarga singilib haqiqatdan tegmalar. Shu. Shunaqa kelsanglar yaxshi. Harakat qilib rivojlanib ish bo'ladi, xohlasa. Shuncha o'tgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Albatta, chunki qayerda gapirib yubordim men. Chunki sig'inmasizda ko'p joylarda. Shu. Qayerga qo'ysa ham, ana omad tilaymiz sizlarga, o'qishinglarga, ichinglarga duo qilaman, ilohim. Videoni ko'rgan hamma kerakli ish nasib qilsin, Alloh. Duo ham ketdi, bu safar duosi o'tadi. Sizlar amin deb qo'ysalar bo'ldi. Like bosib qo'ying, jiyanim undan. Bo'ldi. Shunaqa gap, boshlar. Xudo xolasa shuncha videodagi ma'lumotlarni eshitib, agar shunda ham Koreyaga kelish rejangiz bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha harakat qilinglar, grantlarni yutib, yaxshi kunlarda kelib, shu yerda birgalikda kofelashib o'tirish. Kelsanglar, aka, biz brat keldik, videosi ko'ramiz. Endi bo'ldi, uka ko'rishamiz, biz. Bo'ldi. Kofe bizdan. Kofe bizdan keki anaqa qilamiz, o'tiraveramiz. Rahmat hammalarga, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, Koreyada ko'rishguncha. Koreyada ko'rishguncha.